Hurmatli obunachilar, 1.500.000 so'mga darabilga yurganmisiz? Biz siz uchun qarang, formalari ham bir xil. 1.500.000 ga darabilgani haq xizmat qiladigan topib keldi. 1.500.000 ga qatta darabilga yuryapsiz. Yaxshi gapirgan odamga 1.500.000 ga vodiyni ichiga dastavka qo'yib beraveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar. Mehnatingizni og'ir, mehnatingizni yengillashtirib beradigan lider dirabilka brend ostidagi yaxshi ishlab chiqarish joyidan optim joyga kelganmiz. Batdan juda ko'p chiqaramiz. Foydamiz tegar, manfaatli video qilib beryapmiz. Biz shunisiga xursandmiz. Bugun ajoyib video bo'ladi. Kutilmagan video, aksiyani bombasi. 1.500.000 ga ham dirabilkamiz bor. 2,5 milliondan sotayotgan dirabilkalar juda yo'lda qilib qo'yib beramiz. Farg'ona viloyati Yazovondamiz. Har doimgidek trendda boyagan xonadondamiz. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat, tinchmisiz aka? Hozir bu safar kelishingizga mana 1,5 dirabilkani qilib qo'ydik. Aka, yangilik zo'rini qilib qo'yibsiz, ha? Zakasiga mana. Faqat 1,5 dirabilka faqat o't mahsulotiga. O't mahsulotiga oyoqlari bo'lmaydi. Buni bu o'sha universalimiz, katta yupskasi. Bu o'sha 1,5 dirabilkamiz joyimizda. Hop. Siz agar sizni obunachingizdan chiqsa telefon qilib 1.400.000 so'mdan qilib beraman. Yo'q, 1.400.000 so'mdan faqat quruq o'tga qilib beraman. Gap yo'q. Bu motorlar bitta obzor qilib bersak, hozirgi paytda Xadovay shu ikki xil motorimiz ketyapti hozir. Bu 3 kilovatli motorimiz, 3,5 kilovat yozadi, 3 kilovat beradi. Bu 6,5 yozadi, 4 beradi. 3 kilovat, 4 kilovat haqiqiy beradigan. 3 kilovatli motorimizga mana 20 talik mana yengil maxayni qo'yib beramiz. Necha kilo bor? Bu 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Endi mana toza 4 kilovat originalga mana maxayli mana 22 ta pichaqni qo'yib beramiz. 9 kilo 700. Ularga qo'shib beradi. Hozir mas 9 kilo 700 dan aylantirib beradi. Aylantirib beradi. Bu katta motor. Gap yo'q. Xohlasa bunga qo'yib beramiz, pul qo'shilib bo'ladi. Kichkina motorga mahay qo'yib bersa qo'yib beramiz. Xullas, kelishuvga bog'liq nimaiki aytgan holatda obunachilarga aytgan holatida yasab chiroyli qilib beramiz, zakasiga qarab. Pullari ham yangi, xudo xohlasa. Va kichkina 3 kilovatli motorimiz, toza 3 kilovatli mana 2.200.000 so'mga chiqadi. Joyimizdan 2.200.000 chiqadi 20 talik. Ha bu 2.400.000 so'm chiqadi mana. 22 talik katta motorimiz. Shu 6,5 ga bosib beramiz. 2.200.000 bu, 2.400.000 bu. Joydan chiqib ekan. Setkalar to'rosi bor. To'rosi bor. Kamperlikni ichida. Kamperlikda. Setkalar o'sha har doimda oyoqlari bor, masofaga olingan. Udobni. Mana setkalar har doim yondan chiqadi. Don mahsulot, o't mahsuloti xudo xolasa tanlamaydi, qo'rqur tanlamaydi. Garantiyalarni beriladi. Narx-navosini bitta aytsangiz, keyin chiroyli ishlashini ko'rsatamiz aka. Narx-navosi, masalan, ana 3 kilovatligimiz 20 ta pichoqli. Hop. Yengil mahallimiz 2.200.000 so'm. Olib borib beramizmi? Birinchi telefon qilgan 10 taga. 20 taga bo'ldi. He jonisi. 20 taga mana 3 kilovatli 2.200.000 ga borib beramiz. Mana 4 kilovatlikda original 6,5 yozada mahalliyda 2.400.000 ga borib beramiz. 20 ta odamga. Boshida 20 ta odamga xudo xolasa ulgurib qolasizlar. Bunaqa har doim ham nima deydi? Bunaqa variant bo'lavermaydi. Bitta ishlashlarni ko'ramizmi aka? Ko'rsatib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa keling, hozir uni ko'raymi? Bu sholipoxol. Sholipoxol. Somonba, somondan qattiq bu. Ha? Shunaqami? Bunda hozir mana kichkina setkasi chiqarib beramiz. Bo'ldi ya. Qo'y bobida mana. Bosing aka. Mol qo'yingizdan oshqcha chiqqan chiqmayapti. Bo'ladi. Masha apparatlarida hurmatli obunachilar olib ishlatsangiz, qarang mana uni. Nusht ham chiqmaydi-da qo'y mollaringizdan. Shunaqa maza qiladi, farqini qarang. Hojon. Qani juda katta, bilmayman. Bitta mashina nechiga duram bo'lib tashlaydi, buni qarang. Sholipoxolga adashmasin, sholipoxol. Ham mana qarang, rosa 20 ekanda, bir qarish. Gap yo'q. Bu texnika rivojlangan zamonda yashayapmiz, Xudoga shukr, obunachilar. Bitta moshpir chiqarib beramiz. Bu ham juda qattiq aka. Qattiq narsa mana. Qarang. Moshpir chiqarib beramiz.
Buni ham ishlashini ko'ramiz, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar. Mana qoyalar. Mana qiling. Farqini qaranglar. Ustalarimizni qo'li dard ko'rmasin. Mashinchalik qarang, misol kimdir olyapti-da, ishlatavering. Orqasidan bola chaqa ko'rib. Bola chaqa ko'rib qilyapti. Yangi holati. Mana. 1 sekund oldin, 3 sekundda hal qilib yuboradi. Bittani 3 sekundda. 3 sekundligi-yu, bunga qarang. Akalar. Bitta bug'doy chiqarib beraylik. Ne qo'y. Nima aka bu? Tayyor kepay mana. Kepay bo'lib ketdi-ku, ha aka? Qarang. Qarang. Qo'ya. Hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar, nima deymiz? Har doimgidek biz tavsiya qilishda davom etamiz. Siz olib mehnat qilgan akalarimizni duo qilib qo'yasiz. Eng katta mehnat bunda ustalarda katta gap. Chiroyli qilib xalqimizga mana shunday narsani yetishtirib beryapti. Og'irimizni yengil qilib beradi. Rahmat deymiz, xudo xolasa. Telefon qilgan akalarimizni qaytarmaymiz, xudo xolasa. Qaytaramiz. Aka, bozoringizni bersin. Xudo xolasa, obunachilarimiz telefon qilsa, yo'lida chiroyli qilib, har doimgidek. Xudo xolasa. Gap yo'q aka. Yaxshi narsa hamisha yaxshi insonlar nasib qilsin deymiz. Hoji o'tgan safargi o'yinimizni tushuntirib o'tib ketaylik. O'tgan safar 2 ta drabilkani qo'yib berdim. Nechta lakka qo'yib berdingiz? 1000 ta lakka qo'yib berdim. Xo'p. Hozir 300 ta lak bo'libdi. Xo'p. Bu safar 2 ta bas. Obunachilardan yana mana bunaqa paddeshka tilaymiz. 2 ta bas, bu safar 1000 ta bo'lsa 3 ta qo'yib beramiz. Hurmatli obunachilar, 3 ta drabilga qo'yamiz, 1000 ta lak yig'sa mana shu videomiz. Kommentariyaga chiroyli, biz kommentariya show qilmaymiz. Kommentariyada o'yin o'tkazamiz. Har doimgidek 3 ta bir yaxshi insonga xudo xolasa mana shu drabilkamizdan 3 donasi shunday besplatniy 1000 ta lak bosilsa, xudo xolasa o'yinda ham addini video qilib turib chiqarib beramiz. Aka, xudo xolasa. Xudo xolasa jonli efirda aniqlab tanishtirishlik bo'lmaydi. Xudo xolasa. Uylarga dastavkalardan tekin qilib orderib ishlatib beramiz. Gap yo'q. Akalar, ukalar, chorvadorlar, hammaga rahmat. Katta chiroyli bizlarni qo'llab-quvvatlab lak bosib, padesh qilib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha. Rahmat hammaga.